Hamma ayollarimiz faqat yuziga e'tibor berishadi. Yuzimda ajinim ko'payib ketdi, yuzim qorayapti, quriyapti deydi. Lekin bizani qo'limiz, bo'ynimiz bizani birinchi navbatda yoshimizni ko'rsatib beradi. Ya'ni qarayotganimizni ko'rsatadi. Imенно birinchi navbatda bo'yinga ham ahamiyat berishimiz kerak. Faqat kremlar emas, men tavsiya qilaman. Mezoterapiya, bioretilizatsiya muolajalarini albatta 1 yilda 3-4 marta olishligini tavsiya qilaman. Ta'sir qilish natijasi 10 kundan keyin effekti, ya'ni o'sha natijasi ko'rinishni boshlaydi. Lekin avvalo albatta bu yoshimizga ham birinchi navbatda e'tibor beramiz. Masalan, 60 yosh, 70 yoshli ayollarimiz kelsa, bu degani 20 yoshli teri bo'lib qoladi degani emas. 35, 40 yoshdagi undan va katta bo'lgan ayollar esa albatta natijasini ko'radi. Bu ya'ni 10 kunda 2 haftada o'sh sezilishni boshlaydi. Ya'ni teri mayillashadi, ajinlar kamayadi, bo'yin terisidagi dog'lar ham kamayadi. Bo'yindagi ajinlarni yo'qotish uchun direktga murojaat qilishingiz mumkin.